Manchester City Lansning hiylasiga uchdi. Mana bu himoyachiga qarang. O'yin boshlanganidan atigi 2 daqiqa o'tib, u golga olib kelgan xatoga yo'l qo'ydi. Jamoadoshlari uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilishdi. Internetda esa uni masxara qilish to'xtamadi. Ammo xatolar jangchini chiniqtiradi. O'sha kundan boshlab bu yigit butunlay o'zgardi. U haqiqiy yirtqichga aylandi. To'liq transformatsiya qildi o'zini. U Vinicius Juniorni to'liq 90 daqiqa davomida yopib qo'ydi. Ha, aynan Bernabeyda. Va u shunchaki uni to'xtatib qolmadi, balki Realning butun hujumini yo'q qildi. Liverpoolga qarshi o'yinda esa go'yo u yakka o'zi himoyalangandek edi. U har joyda edi. Mana bu chiqarib yuborishni qarang. Bu shunchaki aql bovar qilmaydi. U buni qanday qildi o'zi? Yana bir fakt. Shu turda Premier Ligada hech bir futbolchi to'p olib qo'yishda undan